Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanining Mehnatobod mahallasida yashovchi Alimnazarov Turdiqul akaning xonadoniga keldim. Bu yerda Turdiqul akaning qaynonalari 1934-yilda tug'ilgan, 91 yoshda qarshilagan momomiz Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tuman Bog'chorboq mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Bog'zag'on qishlog'ida yashovchi fuqaro Jumayeva Hadicha momoning oldilariga keldim. Hozir bu momo 91 yoshga kirib, uyidan quvilib, nevara kelinning urush tayoqlarini zahmiga bir necha yildan buyog'iga shu kuyovlarini qo'lida qaramog'ida bo'lib kelyapti. Mana momani o'zlari bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Momaning aqli joyida, ruhiy, jismoniy sog'lom. Faqatgina ba'zi bir o'zlarini surunkali kasalliklari bor. Qani momajon, necha yildan beri bu ahvol takrorlanayapti? Necha yildan beri? Ayting, nima kasalligingiz bor momajon? Mani o'ylaysanmi, sahar kasalim bor, jigar sirrozman, yuragimga ham kasalligi bor, ikki ko'zim ojizman, yurolmayman. Man balamni balasiga nevara kelinga ilk xona uyimni beruvdi. Moma o'lguningcha boqaman, ko'raman deb mani boqmadi, ko'rmadi. 2 yildan beri urib, so'gib, uyimni ham shitirmadi, choy ham qilib bermadi. Urib, so'gib mani urg'onga sovetlar, milisa kelib jarashtiramiz, tushuntirish momaga yozib ber. Endi milisalar urmaymiz, so'kmaymiz deb yozib berdik. Onga tushuntirish yozib berib, jirtib taylab borib qo'shnimizda Qur'onni olib kelib ko'kragimga urib, san jalaksan haromi deb mana Qur'onlar bilan urdi balajon. Momajon, endi hozir mana 91 yoshga qarabsiz. Har yil qish vaqtiga sizni nevara keliningiz shu haydab chiqaradi. O'zingizning mol-mulkingiz bormi shu yerga o'zingizga tegishli? Toshim bor, tomim. Hozir maqsadingiz nima? Momajon, shu sizga qaraydigan agar davlatimiz juda ham bir yaxshi podshomiz bor, Allohga shukr. Mana Shavkat Miromonovich juda yaxshi qonun qarorlar chiqargan bizga. Mana shu nimani ostida agar vasiylik bo'lsa, siz shu mol-mulkingizni o'sha insonga berib, shu odam sizga qarashiga rozi bo'lasiz. Bo'laman. Bu to'mi toshdan bu kelin chiqsin, mani shunday urib haqorat qilgani uchun Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilaman. Shavkat Mirziyoyev mani yoshimga kirib, 100 yoshga kirib, bola chaqamlarning huzur halovatini ko'rsin. Mani hech kimim yo'q. Nechta farzandingiz bor, momajon? 5 ta qizim bor, bir o'g'lim bor. O'g'lingiz qaramayaptimi? Bir o'g'lim, qizlarim har yil olib kelib birga qaraydi. Keyin bir qizim aytdi, kenja qizim, akajon, siz emgon sutni qoldig'ini bizlar emgon dedi. Bu yil o'tin chalmam yo'q, akajon, enam o'tinni ko'rpasini jeyt kompirada o'xtasini olib bo'lsin. Uyimizga yan bir tebral joy bering. Bir kecha ham uni qonim aytdi. Bir kecha dedi, enam uchun mani uyimga joy yo'q dedi. Qizimni so'gibsan, bor yana kerak bo'lsa, buga borib tomiga jo'shsin, yaxlab o'lsin, erta yetib ko'mash. Mani ko'rib ketmasa